Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yine bugün Xorazm viloyati Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Qirqqizobod degan yerda Ne'matamu uyida xudo xolasa vajalanib kelib tushirdik. 4 kitobli içinde razıski turbalar kat yo'ldan kelganmiz. 4 og'izli ko'rishingizki utlit bo'lgan. Orqasida mo'rlari bor. Yine bu yoqda turbalarni aytgan ko'pmiz. Akşam geçti tushirib ketdik. Surat balon SBS hammasini aziz do'stlar Rossiyadan bo'ldi bu. Yine qora probka. Hali ko'rinib turibmi? Beshopning rossiyaskiy turbalardan bo'ladir xudo xolasa. Onu demir sistemadan sıraylatib ajoyibot o'tirib beramiz. Bunda aparatlar, instrumentlar, seyli. Şimdi yine özlerimiz duralım bataryalarımız aziz do'stlar. Xudo xolasa sıraylatib joylanan ish chiroylarini qo'yib boraman. Bizning mehnatimizga bir like bosib obuna bo'linglar. Sog' bo'ling, omon bo'linglar.